Bosim Paskal qonuni. Quyidagi qiziqarli tajribani ko'ramiz. Bu yerda shar urilgan birdan yorilib ketmoqda mixga. Lekin bir nechta mixlar ustiga qo'yilgan paytga shar yorilmayapti. Buning sababi nimada? Bugungi mavzuda ko'rib chiqamiz. Bu yerga e'tibor bergan bo'lsangiz, shar bitta mixga qo'yilgan paytga, ya'ni yuzaki ya da bitta mixni yuzasida turgani, bir necha mixlarni bir joyga qo'ygan paytimizda kuch bilan bosilgan paytga mixlar ko'pligi hisobidan kuch yuzalar, ya'ni mixlar yuzasida taqsimlanib ketmoqda. Demak, bu yerda kuch va yuza orasida bog'liqlik bor. Yoki bo'lmasa qishda qor ustida chiqqan paytimizda, ya'ni etik bilan qorga kirib ketamiz. Lekin nimaga? Chang'i ustida chiqqan paytimizda qorga kirib ketmaymiz. Bunda ham deylik etikda ham bir xil kuch bilan bosmoqdamiz yerni, chang'i ustida ham. Bunda ham yuzakning ahamiyati bor. Bosim. Demak, bosim nimada? Yuza birligi to'g'ri keluvchi kuchga biz bosim deb ataymiz. Formulasi P = F taqsim S. Birligiga keladigan bo'lsak, kuchning birligi newton, yuzani birligi metr kvadrat, newton taqsim metr kvadrat yoki bo'lmasa paskal. Ya'ni Blaise Pascal nomiga Pascal qo'yilgan. Kuch har doim ham perpendikulyar tushavermaydi yuzaga, ba'zida burchak ostida ham tushishi mumkin. Bu holda kuchning proyeksiyasi olinadi. P = F kosinus alfa taqsim S, ya'ni bu F kosinus alfa mana bu y yoqdagi proyeksiyani bermoqda, F kosinus alfamiz. Bu yerdagi alfani yuza normali va kuch orasidagi burchak deb atashimiz mumkin bo'ladi. Paskal qonuni: berk idishda turgan suyuqlik va gazga ta'sir qilayotgan tashqi bosim hamma tomonga o'zgarishsiz bir xil uzatiladi. Quyida silindrda tashqaridan bosim berilgan paytda barcha teshiklar bo'ylab bir xilla suyuqlik chiqib ketayotganini ko'rish mumkin. Buning ma'nosi, demak, tashqaridan berilgan bosim hamma joyga bir xil uzatilayotganligini bildiradi. Biz bunga Paskal qonuni deymiz.